Bitta video qo'yaman uchyapti. Ikkita video qo'yaman yana uchyapti. Ko'p video qo'ysam tez patishim ko'payadi. Ko'p video qo'yib tashlayapman. 1 million obunachi yig'dim. Juda ko'p vaqt o'tib, men juda qattiq stress bo'ldi menda, depressiya bo'ldi. Sochim ham darshud mancha to'kilib ketdi. Hammaga salom do'stlar. Bugun men Shovqin loyihasini Qurshow YouTube kanaliga keldim va bugun bu yerda 10 ta savollar va men bunga rost javob beraman. Rep aytishmi yoki kontent yaratish, qaysi biri ko'proq zavq beradi? Rep aytish menga qanaqa zavq beradi bilmayman, chunki men hali katta sahnada suhbat qilib yoki katta sahna oldida o'zim hali ko'rsatib ko'rgan inson emasman. Shuning uchun ham buni kayfini bilmayman. Oddiy qilib aytganda, kontent yaratish, prosmotrli yoki qanaqadir taqdirlashlar bo'lgani uchun ham zavqni qo'pol qilib kayf bilsak, ya'ni men olgan kayfimdan aytadigan bo'lsak, men kontent yaratishdan ko'proq mazza qilganman. Kelajakda umid qilamanki, bu tarafni ham to'ldirib qo'yaman. Qaysi bloger bilan qilingan kollaboratsiya siz uchun eng muvaffaqiyatli bo'lgan deb o'ylaysiz? Kamol Qahhorov, menimcha, Kamol aka bilan kollaboratsiya u masalan birinchi olgan videom portlab ketmagan. Prosta doimiy bo'lgani yoqadi. Ya'ni menga bitta boom qiziq emas, menga stabilniy o'sish qiziq. Kamol aka bilan shu narsa bor. Yana qolganlar shu o'zimiz bolalar, Ahror, Bobrello, shunaqa deb javob berardim men. 3-savol, Omonxon YouTube kanalida videolar soni nega kamaydi? Nimaga kamaygan kelishdan nimaga ko'pligiga o'taylik oldin? Chunki kamligi hozir bu norm. O'zbek YouTube'da prosta oldin men normal, ya'ni ko'proq ishlardim. Shu uchun ham odamlarni ko'p esda qo'yganman deb o'ylayman. Aynan hozir nimaga kamaygani sababi chunki oldin ko'p bo'lardi. Nimaga ko'p, hozir nimaga kam? Chunki oldin kamroq pul tiklardi har bitta videolarga, kamroq insonlar, sodda montaj va sodda syomkalar bilan chiqib ketardik. Hozir esa unaqa emas, kamida 2-3 talab kameralar, eksklyuziv rubrikalar, normalniy rekvizitlar juda ham ko'rinmagan joylarga juda ham ko'p pul kirib ketadi. Ayniqsa bizning yo'nalishda, chunki bizning yo'nalishda rekvizitlar, grim va yana boshqa narsa juda ham muhim. Ketma-ketlik, storytelling olib borish kerak, shu odamga qiziq bo'lish uchun. Ya'ni bu narsa normalniy xarajat talab qilyapti. Biz esa уже 1 yil oldingidan yaxshiroq bo'lish uchun, yanada rivojlanish uchun bu riskka borishga majburmiz. Bu risk mana shunaqa kamroq video chiqarishni bizdan talab qiladi. O'zim ancha yancha bo'lib qolganman. Tan olish kerak buni. Bo'lmasa qilsa bo'lardi. Oradan vaqt o'tib, odamlar sizni kim sifatida eslab qolishini xohlaysiz? Men uchun bu juda ham oddiy savol, chunki men bu haqida juda ham ko'p o'ylab yuraman. Menimcha oradan bir qancha vaqt o'tsa ham prosta smaylik bilan eslab qolishni xohlayman. Ikkita dimoq ko'rsa, bitta o'ladik. Boshqa nimadir kerak emas. Chunki meni hali obrazim to'liq shakllanmaganda, potensialim bo'lmasda, ya'ni men o'ylamayman to'g'risi hozir qo'limdan kelayotgan hammasini bilib ko'rsataman deb. Prosta bular so'rayotgan narsani o'zi ko'rsataman xolos, ya'ni obunachiligi. Agarda obunachilar sal katta bo'lib, mendan boshqa narsa so'rasa, meni aqlim yetadi, juda ham boshqacha ular ta'sir qiladigan yo'nalishda ham kontent qilish. Chunki bu yo'nalish men formulasini bilaman. Ya'ni bu formula bu yo'nalishga tushadi. Qanaqasiga qiziqarli, odamga qiziqarli hikoya. Xohlasangiz men sizga soatlar gapiraveraman, madar siz menga qiziqib eshitib tura olasiz. Chunki bu formulasi bor. Ya'ni qiziqarli hikoya qilib berish. Любой videorolik ham, kino ham, she'r ham, любой hammasi bu hikoya. Ya'ni boshlanishi qiziq joyi madar bo'lib qolishi kerak. Ya'ni shu uchun ham o'ylaymanki, muammosi yo'q. Muhimi izlanishni to'xtatish kerak emas. Odamlar qanaqa eslab qolsa ham, u meni qo'limda emasda. Ya'ni qo'lingizda bo'lgan narsaga achimisiz-ku. Shu uchun ham qanaqa eslab qolsa ham, muhimi hayotda ko'p so'kishni bilishmasa bo'ldi. 5-savol, o'zingiz xohlamasdan suratga olingan videolaringiz bo'lganmi? Pul uchun olgan videolarim bo'lgan. Qaysi ma'noda pul uchun olganman? Ya'ni bizda оборот degan tushuncha bor YouTube'da. Ya'ni qanaqa? Bash video chiqaramiz, o'sha video reklama qilgan, o'sha videoning pulini biz 2-3 videoga ishlatamiz. Ya'ni zarur tez bitta video olib chiqarish uchun tez o'g'irlangan video bor. Ya'ni men aslida pulim yoki vaqtim bo'lgan videoni olmasdan, osmonga ikkinchi kanalga qo'yardim degan. Bunaqalar ham qabristondagi quest shunaqa qaragan mistikaga bog'liq narsalar. Chunki autorga mistika bog'liq narsa yoqadi. Biz unga ko'p harakat qilmasdan turib ham unga sal storytelling sal qo'shib yorsak, ko'rishadi. Shuning uchun ham shoshilib boramiz, lekin o'zi aslida biz bundan katta narsa qilishga tayyormiz. Qilamiz, easy, muammosi yo'q. Ozginagina bizga kuchsa, ozginagina balkim davlat tomonidan sarmoyachisiga harakat qilsa, bir sharoit qilib berishsa, men easy o'ylayman. Birinchi yilni o'zida biz O'rta Osiyoda normal shoqni ko'taramiz. Men content creator sifatida va shu sohada 6 yildan beri ishlayotgan inson sifatida easy eta olaman. Bir 2-3 yil ichida biz dunyoda normal o'zimiz o'rnimizga ola olamiz. Pad va prosim ham emas. Bu narsaga men o'ylayman, chunki men atrofga qaramanku, atrofda yonimda kim, bu sohada yana men bilan kimligini ko'rib turibman-ku. Bularning ko'zida qanaqa olib, bular qanaqa chanqoqligini.
biz ko'proq qilamiz. Bu xuddi ana paradoks o'xshaydi tipa. Masalan, nimaga bo'lmasa qolganlar qilmayapti deydi. Mindset borda qolganlar qilmayapti. Chunki anaqa toshkentlik bilan tipa bular tipa qanaqadir bular paradoks bor tipa. Toshkentlik tipa etak bo'tib bor, shuncha harakat qilmaydi, bular tipa harakat qiladi. Shunaqa paradoks bor-ku. Xuddi shunga o'xshaydi. Ya'ni biz chanqoqmiz bu narsaga ko'proq. Ya'ni chunki ularda stabil bor, ular uchun bu oddiy hol. Bizga kelsa hozir birinchidan O'zbekistonga mindsetga kelsa qanaqa shovqin bo'ladi. Любой har 3-stependagi 10,000 подписчиков Vayner ham o'tadi. YouTube'ga ishonsam, что pul topaman. Shu uchun ham YouTube bizga normalniy davlat o'ziga normalniy komissiya topshiramiz. O'zimiz ham va nihoyat qanaqadir insonning ko'ngliga qaramasdan turib, просто qilayotgan ishimizga pul ola olamiz. Sizni ko'pchilik ko'ngilochar kontent orqali taniydi. Agarda jiddiy formatga o'tsangiz, auditoriya sizni qabul qila oladimi? Katta fozla bilan aynan o'zimni Omonxon kanalida bo'lmaydi bu narsa. Men просто yana alter ego yana такой yangi odam yasayman o'zimdan. Даже balkim tashqi ko'rinishim ham o'zgarar, soqol poqol lekin nimadir. Qabul qilishadi. Ozgina bir anaqa vaqt kerak bo'ladi. No o'ylashim uchun unaqa bir qiyin narsa emas bu. Chunki men ham ertaga o'tmayman-ku. Ya'ni hozir masalan men auditoriyam bir 5 yildan keyin o'tsam qabul qila oladi. Uning uchun men 5 yil o'sha prime ushlab turishim kerak. Вот shunda. Ya'ni bu yerda savol juda chuqurroq o'zi aslida. Вот. Siz uchun muvaffaqiyat bu raqamlar prosmotrlarmi yoki ta'sirmi? Xo'sh, aynan hozirgi paytda menga raqamlar, prosmotrlar, подписчиклар juda ham muhim ta'sirdan ko'ra, chunki ko'pchilik umrini ta'sirga tikib, auditoriyaga ta'sir bo'lmagan insonni hurmat qilmayotgan bo'lsa, men mana shu hurmat qilmayotgan odamlarning eng kuchlisi bo'lishga harakat qilaman, chunki mening maqsadim hozir juda katta prosmotr, juda katta obunachi qolib, ularning yoshligidan miyasiga o'zimni o'tkazib, undan keyin ta'sirni ulardan ham ko'proq o'tkazish. Bu narsani esa, ya'ni tipa ular har doim mana to'g'riga bordingiz, chapga qaraysiz, o'ngga qaraysiz. Mana shu yo'l, qolgani xato deb hisoblashadi. Men unaqa bo'layman. Nafaqat keyin o'sha muvaffaqiyatga erishish. Men hozir ham bu yerda ham muvaffaqiyat sonaman bo'ladi, keyinchalik bu yerda ta'sir ham bo'ladi. Mani qo'limdagi va mani qarorimga bog'liq bo'lgan narsa. Va shuning uchun ham bu narsa qanaqadir kimnidir bir beshit qilish kerak yoki umrini, masalan, kimdir umrini просто faroshlikka tikayotgan bo'lsa, грубо говоря, siz farosh bo'lmaganingiz uchun u sizdan xafa bo'lishga haqqi yo'q. Va xuddi shunaqa agar ular ham ta'sir berishga umrini tikayotgan bo'lsa, mendek prosmotr va подписчик uchun harakat qilayotgan insonlarga pretenziya bildirish haqqi yo'q. Chunki ta'sir o'tkazish kerak bo'lsa, bizda ham ChatGPT ishlayapti uzr. Omonxon YouTube kanalida arvohlar va qabristonlar bilan bog'liq videolar ko'p. Suratga olish jarayonida haqiqatan ham juda qo'rqib ketgan paytingiz bo'lganmi? Da. Juda ham ko'p. Oxirgi paytda lekin kam bo'ldi, chunki biz oxirgi paytlar biz tushunib oldik, to'g'ri. Real hayotimizda qanaqadir wow narsa bo'lishi qiyin. Odamlar hayotdan zerikkani uchun mediaga o'zi zalifat qiladi yoki muzikaga kiradi. Men yana hayotdan zerikkani odamga hayotdan narsa berib turib, prosmotrlarim tushirib qolmayman. Men ularga kino beraman, faqat ikkinchi shaxsdan. Ya'ni birinchi shaxs bu men o'zim, ya'ni men ko'rayotganim, ikkinchi shaxs men oldimdagi odamga ko'rayotgan, uchinchi shaxs bu men aytib turibdi. Kino. Любой kino uchinchi shaxs yoki to'rtinchi shaxsdan bo'ladi. Ya'ni men ikkinchi shaxsdan bermoqchiman. Ya'ni men va u bo'ldi. Biz mana shundan keyin bizda har xil questni yoki boshqacha formatlar qo'shildi. Bundan keyin realniy qo'rqinchli kontent bo'ldi odamlar uchun. Ya'ni lekin lично men uchun javonda qo'rqinchli emas bular. Men uchun rostdan qo'rqinchli bo'lgan paytlari o'sha men endi YouTube boshlaganimda biza haqiqiy tashandiq morgga kirganmiz. Haqiqiy qaysidir qishloqda shunaqa joy bor edi, qabriston tagida zinalar bor. Tushib o'tirasiz. Bunda kirasiz, tushasiz, o'sha qabriston tagigacha tushib, shunaqa miflar borki, oxirida kimdir kirib o'tgan qaytib chiqmagan, ya'ni mahalliy miflar. Shunaqa miflar borki, u yoqqa kirsangiz, u tarafga Qirg'izistondan chiqadi degan tunnel, tipa. Biz kirib ko'rganmiz, devorlar yopiq bo'lgan pasti. Sal tushgandan keyin, devorga tez joyga bunday qaraganimizda ilon chiqib ketgan. Rostdan. O'sha real qo'rqinchli bo'lgan. Yana nima o'sha morgga kirganimizda ham juda ko'p qonlar, nimadirlar, takoy. Strashno. O'sha paytlar bo'lgan bo'ldi. Hozir esa u hamma joydan buzib yuborishgan yoki men unaqa kontentga qurmayman kanalimni. Shuning uchun ham javnaqa ko'p anaqa qilmayman. Da, o'sha payt qo'rqinchli bo'lgan. Ko'pchilik sizni rus blogeri H4ga o'xshatadi. Sizningcha sizni undan ajratib turadigan jihat nima? Meni lичностim, tipa menda shaxsiyat bor. Ya'ni men yopig'im emasman. Masalan, H4ning bitta intervyusini hech kim topa olmaydi. Men kerak bo'lsa o'tirib, oylab, kerak bo'lsa yillab H4ni analiz qilgan insonman. Ya'ni qanaqasiga bunaqa qiladi, qanaqasi ko'p video chiqadi, qanaqasiga komanda ishlab turibdi va qanaqasiga o'sha Belarus bola Rossiyada ko'tarilib, O'zbekistondagi magazinlarda o'zining produktini sotib soqishlayapti. Shu darajada vladeniya qayerda undan? Degan savol menda haligacha ham kerak bo'lsa bor. Men ham shu yo'ldan ketishga qarshi emasman. Ya'ni men uchun bu qanaqadir uyatli narsa emas. Menda naborot, men kayf qilaman bundan. Chunki H4 naboroti
produkti, uni Istanbulning nimadirlari, bu kayf. Xudo xolasa biz ham yuzim orqali katta brendlarni qurish niyatidaman. Bu narsa qiyin emas. Da, bizda sal tushunishmayapti ko'p narsani. Ya'ni ishontirish qiyin bo'ladi. No, itak shuncha narsaga ishonishda qolgan, sekin ishonishadi. Bir sal vaqt kerak. Ajratib turadigan narsa, просто men ishimizdan bor va men qayerqadir borib, xohlagan ishimni qila olaman. Men ish bo'lib turmaydi. Ya'ni xohlasam YouTube kanal ochib tashlab, muzika ketish boshlayman. Xohlasam YouTube kanal ochib tashlab, просто ishga ketaman. Tipa, bu men qo'limdagi narsa, u bilan farqimiz shu. Lekin formatlarimiz o'xshash, chunki u ham men ham bitta joyda olamiz. Omonxon o'zini 5 yildan keyin qayerda ko'radi? 5 yildan keyin O'zbekistonda ko'raman. Toshkentda, umid qilamanki, normalniy joyda uyim, oilam, по-любому 5 yil bo'ladigan bo'lsa, bolam Toshkentda kamida 2 ta filiali nimadir bo'ladi deb o'ylayman. Umid qilamanki. Вот. Temali ko'pda hozir men sizga 5 yilga qo'ygan plan vaziyat bersam, siz zerikib ketasiz, shu uchun ham uni просто ko'rsataman. Sizlar esa просто kuzatib tursanglar bo'ldi. Shu bilan mana shu tugadi. Siz esa like bosing, obuna bo'ling. Zerikarli bo'lgan bo'lsa, zerikarli yozib qoldiring. Zerikarli emas bo'lgan bo'lsa, zerikarli emas, Omonxon top yozib qoldiring. Men esa ketdim. Sal siqilib qoldim. Chunki 5 yillik planlarim sal qo'rqinchliroq. Bu uchun hozir ishlash kerak.